Har qalay tutgan yo'lim ish berdi. Hech kim Yelena haqida lom-mim demadi. Barcha guvohlar turma boshlig'iga, tezkor guruh a'zolari-yu prokuratura vakiliga faqat meni qotil sifatida ko'rsatishdi. Birinchi bo'lib meni turma nazoratchilari qo'llarimni kishanlagan holda navbatchilik qismiga olib kirishdi. U yerdagi zarxil yuzli mayor ham menga tanish edi. Turmaga olib kelishganida ilk bor o'shandan o'lish olganman. "Tag'in shumi?" baqirdi u nazoratchilarga chiqaver ishorasini qilib. "Hali kelib bizning hamkasbni o'ldirishga jur'at etdingmi? Sena endi tamomsan. Yaqinlaring o'ligingni ham topa olishmaydi." "Meni hech kimim yo'q", dedim beparvolik bilan. "Endi menga baribir." Mayor bu gapimni eshitgach, o'ng chandon tutoqdi. Mushtlarini tugib ro'paramga keldi-da, qulochkashlab o'ng chakkam aralash musht tushirdi. Tishlarim sindi shekilli, og'zimdan laxta qon kela boshladi. Ammo mayor mening ahvolimga qarab o'tiradigan holatda emasdi. Tepamga yaqinlashib, duch kelgan yerimga tepa ketdi. "Mayor, bu nima qilganingiz?" G'ujanak bo'lib olgancha xush-behush yotardim-u, qulog'imga kimningdir dag'al tovushi aniq eshitilib turardi. Shu tovush kelgan zahoti mayor meni tepkilashdan to'xtab nari ketdi. Jonim sal orom olgan ko'yi chuqur-chuqur nafas olishga urindim. Afsuski, ich-ichimda paydo bo'lgan kuchli og'riqlar nafas olishga yo'l bermasdi. "Aqldan ozdingizmi?" dedi ovoz egasi. "Kim sizga mahbusni kaltaklashga ruxsat berdi?" o'shqirdi u. "O'rtoq podpolkovnik", o'zini oqlay ketdi mayor. "Vadimning boshiga yetgan mana shu yaramas bo'ladi axir." "Xo'sh, shuning uchun kaltaklash kerakmidi? Tez o'ziga keltirib mening kabinetimga olib kiring." "Xo'p bo'ladi." Mayor qo'ltig'imdan tutib meni turg'azishga urindi. "Bu turolmaydi-yov", dedi bir menga, bir podpolkovnikka boqib mayor. Podpolkovnik qo'l siltab tashqariga yurdi. "Vrachni chaqiring, olib ketishsin." Ko'z ochib yumguncha sanitarlar yuz-ko'zlarimdagi qonlarni artib, Yelenaning xonasiga olib kirishdi. Uning o'zi yo'q edi. O'rniga o'rta yoshli, qorachadan kelgan bir erkak bemorlarga qarayotgan ekan. Darhol yaralarimga dori surtdi. Isitmamni, qon bosimimni o'lchab, yuragimni eshitib ko'rdi. Shundan so'ng ukol qilib, ustimga yupqa choyshab bilan yopib qo'ydi. "Omadsiz yigit ekansan, uka." Oradan bir soatcha vaqt o'tib ko'zlarimni ochganimda, shu yerda supur-sidir qilib yuradigan 60 yoshlar oralig'idagi mahbus tepamda o'tirib, achinish bilan meni kuzatardi. "Nimalar qilib qo'yding-a? Umring xazon bo'ldi-ku." Men indamadim. Gapirish uchun og'iz ochishga chog'langanimda jag'imda qattiq og'riq turdi. Og'zim quruqshab, zo'rg'a yutuna oldim xolos. 4 kun deganda yaralar bitib, isitmam tushdi. Qaytadan mustaqil o'rnimdan tura oladigan, deyarli suvdan iborat yarim kosa sho'rva, bir burda qora nonni bemalol qo'limda tutib yeydigan bo'ldim. Xayolimda esa hanuz Yelenaning mahzun chehrasi aylanar, o'zimni emas, faqat uning taqdiri meni qattiq tashvishga solib, yuragim siqilardi. Tushga yaqin shiftga tikilgancha navbatdagi mulozamatlarni kuta boshlaganimda ichkariga o'zim bilgan turma nazoratchisi kirib keldi. U astoydil pol yuvayotgan keksa mahbusga qarab olgach, tepamga keldi. "Xo'sh, mahbus Sharipov, o'rningdan tura olasanmi?" Men qovog'imni uyib ohista bosh irg'adim. "Unda men bilan yurasan", dedi nazoratchi jiddiy ohangda. "Qayerga?" so'radim, garchi yuragim karserga tushishimni sezib tursa-da. "Advokat kutyapti seni." "Nega?" "Namuncha surishtiraverasan. Bu yerda men savol beraman. Tushundingmi? Tez yur." Nazoratchi meni o'rtasi baland panjara bilan to'silgan maxsus xonaga olib kirdi. Panjaraning narigi tarafida chamasi 30 yoshlardagi oq sariqdan kelgan moviy ko'z bir ayol sigaret chekib o'tirardi. Panjaraga yaqin kelganim hamono ayol qo'lidagi sigaretni kuldonga qo'yib o'rnidan turdi.
O'tiring. Men kursiga cho'kdim. Chekasizmi? Yo'q. Unda o'zimni tanishtiray. Ismi sharifim Nataliya Chernikova. Sizning advokatingizman. Men jim turaverdim. O'zingizni tanishtirmaysizmi? Mahbus Sharipov. Turmaga kelganimdan beri bu tahdid rasmiyatchiliklarga ko'nikib qolganman. Turmada istaysanmi yo'qmi, kerak bo'lsa 100 martalab o'zingni tanishtirishga majbur etishlari mumkin. Bosh tortishga haqqing yo'q. Shu zahoti yo boshingga temir tayoq kelib tushadi, yo karter bilan qo'rqita boshlashadi. Juda yaxshi, dedi advokat ayol qaytadan qo'liga sigaretini olib. Xo'sh, nega vijdoningizga qarshi bordingiz? Men bu savolni tushunmay advokatga hayrat aralash boqdim. Bu nima deganingiz? Axir siz hech kimni o'ldirmagansiz. Tuhmat qilishgan sizga. Nega o'zingizcha qahramonlik qilmoqchi bo'lyapsiz? Qahramonlik qilayotganim yo'q. Nega unda haqiqatni aytishdan bosh tortyapsiz? Siz hali mendan hech narsani so'ramadingiz. Xo'p, so'radim ham deylik. Ilgarigi ishni qo'yib turaylik. Oxirgisi. Mayor Vadim Sergeyevni siz o'ldirdingizmi? Ha. Nega? Qanday qilib? U Yelenaga azob berayotgandi. Yelena sizga kim bo'ladi? Buning sizga ahamiyati yo'q. Yaxshi. Qanday qilib o'ldirdingiz? Polda pichoq yotgan ekan. O'sha bilan o'ldirdim. Afsuski, pichoq sopida siznikidan tashqari yana Yelenaning barmoq izlari borligi aniqlangan. Bo'lsa bordir. Pichoqni Yelena mendan oldinroq ishlatgan bo'lishi mumkin. Sharipov, yolg'onni eplay olmas ekansiz. O'ylab ko'ring. Men sizni himoya qilishim kerak. Buni sizning yordamingizsiz amalga oshira olmayman. Nega tushunmaysiz? Menga yordamning keragi yo'q. Nima? Bir umr turmada o'tirib qiynalishni istaysizmi? Bu yerlarning qanaqa joy ekanligini bilasizmi? Bilaman. Juda qo'pol va qaysar odam ekansiz. Shunday tug'ilganman. Konvoy, olib chiqing. Men bu advokat ayolning qalbida g'alayon zohir ekanini chuqur his etib turardim. Ha, u astoydil yordam berishni, haqiqatni ro'yobga chiqarishni xohlayapti. Ammo nima qilay? Ilojim yo'q. O'zim yoqtirgan ayolni, xayolimdagi farishtani qamoqqa tiqib qo'yadiganlardan emasman. Undan ko'ra o'sha jazoni faqat o'zim o'tashni ixtiyor etaman. Va bu yo'lda hech qachon ahdimdan qaytmasligimni ham bilaman. Konvoy kirdi deguncha ikki qo'limni orqaga qilib tashqariga yo'l oldim. Tun cho'kdi. Sanchasda ham soat kechki 10 dan so'ng chiroqlar o'chirib qo'yiladi. Tashqarida faqat nazoratchilarning oyoq tovushlari-yu navbatchilik qismiga endigina olib kelingan mahbuslarning baqir-chaqirlari, soqchilarning do'q-po'psalari eshitiladi. Xayriyat muolajalarim tamom bo'ldi. Xudo xohlasa ertaga kameraga qaytaman. Ochig'i, kamera ancha tinch. Mahbuslarning hazil-huzullarini eshitasan. Faqat Kavkazlikka o'xshagan qo'rs mahbuslarni hisobga olmasa, kameraning yomon joyi yo'q. Bu yerdachi kunora o'zini so'ymoqchi, osmoqchi bo'lgan, tomirini kesganlarni olib kelib turishadi. Shirin uyquda yotganingda o'shalarning hayqirig'idan uyg'onasan. Ularga qarab yuraging battar muzlaydi. O'zingni o'shalarning o'rniga qo'ya boshlaysan. Ko'ribsanki, tongga qadar uxlay olmay azobda qolasan. Bir mahal xonaga kimdir kirib, chiroqni yoqdi. Men hali ko'zimni ochib ulgurmay, ikkinchi qavatda yotgan mahbus sakrab o'rnidan turdi. U men tengi aytishlariga qaraganda nashafurushlik qilib qo'lga tushgan. Shu gal 7-marta qamalishi ekan. Kechagina xumori tutib tomirini kesib tashlagach, bu yerga yotqizishibdi. Sen yotavermaycha. Chiroqni yoqqan turma nazoratchisi edi. Sharipov, sen o'rningdan turib kiyimingni kiy. Menmi? Nazoratchining sovuq nigohlari o'zimga qadalganini ko'rdim-u,
O'rnimdan qo'zg'aldim. Oldimga tush, buyurdi nazoratchi. Tezroq bo'l, imillama. Turmaning bir jihati menga yoqqandi. Bu yerda xuddi militsiya bo'limi yoki navbatchilik qismiga ilk bor qadam qo'ygan kuningdagi kabi konvoy, nazoratchilar yelkanga miltiq tirashmaydi. Qo'llaridagi rezina tayoqlarni hisobga olmasa, hech bir qurolsiz tinchgina kerakli joyga olib borishadi. Biz nazoratchi bilan nim qorong'u yo'lak bo'ylab butkul boshqa tarafga ketib borardik. Ko'z o'ngimda faqat karser gavdalanar, shu sababli shoshilmasdan qadam tashlardim. Qizig'i, nazoratchi ham tezlashay demasdi. Nihoyat uzun yo'lak tomon bo'lib o'ngga burildik. Bu yerda yashil rangli temir eshik bo'lib, qiya ochiq edi. Devorga o'giral, buyurdi nazoratchi. Shu yerdan qimirlama. U ko'z ochib yumguncha ichkariga kirib chiqdi va yana buyurdi. Ichkariga kir. Esingda bo'lsin. Sen turma boshlig'i podpolkovnik Rafael Nikolayevich huzuriga kiryapsan. O'zingni yaxshi tutgin. Aks holda xo'p bo'ladi. Nazoratchining so'zlarini ma'qulladim men va sekin ichkariga mo'raladim. Bu o'sha meni mayorning tepkilaridan asrab qolgan odam. Baland bo'yli, yuzlari ichiga botgan, qorachadan kelgan podpolkovnik oyoqlarini chalishtirgancha yumshoq kursida sigaret tutatib o'tirardi. Demak, bu odam turma boshlig'i ekanda, degan xayol o'tdi. Kiraver, dedi podpolkovnik joyidan qo'zg'almay. Ana bu yerga o'tir. O'tirib, podpolkovnikning savollarini kuta boshladim. Ahvoling qalay, yigit? Muloyimlik bilan so'radi u. Ochig'i, muomalasi biroz ko'nglimni bo'shatgandek bo'ldi. Turmaga kelganimdan beri hech bir ofitser yoki soqchi, nazoratchilarning yumshoq munosabatini ko'rmagandim. Yaxshi, dedim ovozimni pasaytirishga urinib. Bu yog'iga nima qilmoqchisan? Bilmadim, dedim tutilib. Peshanaga yozilgani? Peshanangga nimalar yozilganini bilasanmi? Bilaman. Bilarmish. Podpolkovnik dast o'rnidan turib tepamga keldi. Nega o'ldirding mayorni? Ayol kishiga qo'l ko'targani uchun. Nima? Xotini ekanini bilmasmiding? Shuning uchun o'ldirish kerak edimi? Bilmadim. Sen yaramas bilmadim deyish bilan qutulib ketaman deb o'ylayapsanmi? To'g'risini ayt. Men to'g'risini aytdim. Shunaqami? Bilib qo'y. Agar o'zingni shunday tutaveradigan bo'lsang, juda qiyin bo'ladi. Undan ko'ra haqiqatni gapirda daf bo'l. Menga ishonmayapsizmi? Shu gal uning ko'zlariga tik boqishga jazm etdim. Boisi turma boshlig'i mendan gumonsirayotgani sezilib turar. Agar bo'sh kelsam, haqiqatni gapirishga majburlashiga shubha yo'q edi. Men o'ldirdim o'sha nusxani. Sendaqa ifloslarning ko'pini ko'rganman. Hali shoshmay tur. To'tiday sayrataman. Ivanov, baqirdi podpolkovnik. Nazoratchi shu ondayoq ostonada paydo bo'ldi. Olib borib, anavi Cheledze o'tirgan kameraga qama buni. Xo'p bo'ladi. Ana o'sha yerda esing kiradi sen bolani, dedi podpolkovnik chiqib ketayotganimda. Keyingi qismni kutishni yoqtirmaydiganlar diqqatiga. Istasangiz, audio kitobning barcha qismlarini hozirning o'zida tinglashingiz mumkin. Asar 27 qismdan iborat bo'lib, to'liq holatda yopiq Telegram kanalimga yuklab qo'ydim. Yopiq Telegram kanalga obuna bo'lish pulli, lekin narxni o'zingiz belgilaysiz. Qancha to'lov qilishingizning farqi yo'q. Bu hazil emas. Ekraningizda mening Telegram raqamim. Telegramdan yozsangiz yopiq kanalimga qo'shib qo'yaman. Iltimos, faqat Telegramdan yozing.